Assalomu alaykum. Siz ham tradingga yangisiz va ko'plab pulingizni silib ko'rdingizmi? U holda siz mana bu videoni oxirigacha ko'rib chiqishligingiz kerak. Odatda yangi treyderlar yoki boshlang'ich treyderlar risk menejment nima ekanligini bilishmaydi. Ya'ni o'zlarini pullarini boshqara olishmaydi. Mana shu sababdan ba'zan juda ham katta yo'qotishlarga sabab bo'ladi. Keling, risk menejment nima ekanligini yaqindan tanishib o'tsak. Risk bu xavf, ya'ni o'zbek tiliga ham o'tib ketgan bu riskli ish deymiz. Mana shu so'z. Menejment bo'lsa uni boshqarishlik, ya'ni riskni boshqarishlik, ya'ni yo'qotishligingizni to'g'ri boshqarishlik demakdir. Misol uchun siz $3500 depozitingiz bor. $3500 depozitingiz bilan siz bozorga full kirgan vaqtingizda signal keldi deylik va siz 5% zarar va 13% foydaga rozisiz. Va mana bu holatda siz nima bo'lasiz? Agar bozor oqib ketib sizni stopingizni yeydigan bo'lsa va siz mana bu $3500 pulingizga, depozitingizga 5% zarar keltirgan bo'lasiz va bu albatta katta yo'qotish bo'ladi. Mana shu yo'qotishlikni to'g'ri yo'llantirishlik uchun risk menejment mana bu strategiyani yaxshilab o'rganib, mana shunga ko'ra ishlasangiz, albatta daromadingiz stabilga aylanadi. Keling, buni misol o'laroq ko'rib chiqamiz. Odatda bozorga har doim nima qilishlik kerak? 3 ga 1 kirishlik kerak. U nima degani? Ya'ni 3% foyda, zarar ko'radigan bo'lsangiz 1%. Mana shunda siz nima qila olasiz? O'z riskingizni kontrol qila olasiz. Va mana bu birinchi qadam bo'ladi. Har doim siz nima qilasiz? 3 ga 1 yoki 2 ga 6 yoki 3 ga 9 ishlaysiz. Mana bu risk menejmentga amal qilishlikni birinchi qadami hisoblanadi. Siz to'g'ri kelgan yerda kirib olib, to'g'ri kelgan yerda to'g'ri kelgan stopni qo'ysangiz, agar siz stop oladigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Bu sizni depozitingizga ko'rinarli darajada ta'sir qiladi. Mana bu zararlar sizni psixologiyangizga ham nima qiladi? Ta'sir qiladi. Mana shu sababli risk menejment o'ta muhim hisoblanadi. Bozordagi ko'p treyderlar ilmi bor va tajribasi ham bor, lekin mana bu risk menejmentga amal qila olmaydi. Masalan, ba'zan signal keladi va signalda aytadiki 20%, 25% o'sishligi mumkin. Mana bu kishi nima qiladi? Stopsiz bitta kirib oladi. Bu odamni yo take profitdan olmaydi yoki pastga oqib ketadi. Va mana bu pastga oqishlik uni ham psixologiyasini yo'qotadi hamda o'zini nimasini, depozitini yo'qotadi. Va mana bu narsa bu odamga har taraflama ta'sir qiladi. Va mana bu yosh treyder nima qiladi? Bu ish meniki emas ekan yoki meni ishim emas ekan bo'lib turib, yo orqaga chekinadi yoki juda ham psixologik zarba bo'ladi. Shu sababdan risk menejment o'ta muhim. Demak, birinchi qadamimiz nima ekan? Har doim yo 3 ga 1 yoki 6 ga nima qilamiz? 6 ga 2 ishlaymiz. Ya'ni foyda olsangiz 6% olasiz, zarar olsangiz nima qilasiz? Zarar olsangiz 2% olasiz. Endi bu birinchi qadam. Ikkinchi qadam bo'lsa, pullarni taqsimlab olishlik. Biz $3500 bilan misol qilib ko'rsatamiz. Sizni qancha depozitingiz bo'lsa, muayyan bir holga bo'lib, muayyan bir taqsimot bilan taqsimlaysiz. Biz buni 7 ga taqsimlaymiz. 7 ga taqsimlagan holda sizga nima qilamiz? Misol o'laroq ko'rsatishimiz mumkin. Masalan, siz $3500 ni nima qildingiz? 7 ga bo'lib oldingiz va mana bu 7 ga bo'lib oldingiz. Har bir pozitsiyangiz, har bir bozorga kirishligingiz $500 ni tashkil qilishligi. Va mana bu $500 dan agar siz zarar ko'radigan bo'lsangiz, qancha zarar ko'rasiz? Atiga 2%. Atiga 2%. Bu 2% sizga $10 bo'ladi. Deylik, siz bir haftada 7 ta сделка ochmoqchisiz. Bu xoh bir kunda bo'lsin, xoh mana o'zingizning planingizga ko'ra bir haftada siz 7 ta сделка ochasiz va mana bu 7 ta сделкада siz nima qildingiz? Ikkitasini zararga stop oldingiz, ikkitasini stop oldingiz. Tahlil qildingiz, o'xshamadi yoki signal keldi, o'xshamadi, stopingiz dedi. Buni 9 ga 3 ham qilsa bo'ladi. Men faqat 2 ga 6 holatida o'rgatmoqchiman. Agar siz ikkita stop oladigan bo'lsangiz, nima bo'ladi? Atiga $20 zarar qilasiz.
va mana bu zararingiz depozitingizga atiga %0,5gina zarar beradi xolos. Bu ham bo'lsa $20. Siz istang bu da birinchi kunlar yoki birinchi bozorga kirishliklaringizda erta stop bo'lsin, istang oralarida bo'lsin, buni farqi yo'q. Misol uchun aytyapman. Va siz qolgan 5 ta bo'lingan pullaringizda 5 ta сделкangizda nima qildingiz? Take profit oldingiz faqat. Va mana bu har take profit olganda 6% dan berdi. Va 6% har bir $500 $30 tashkil qiladi. Va buni to'plami nima bo'ladi? $150 bo'ladi. Va mana bu $150 sizni 3,5% depozitingizga foyda olib keladi. Mana bu $20 ni minus qilib tashlasak, ya'ni siz o'z zararingizni minus qilib tashlaydigan bo'lsangiz nima bo'ladi? $130 qoladi va taqriban siz 3% depozit plus olib kirgan bo'lasiz. Agar sizni depozitingiz $10,000 bo'ladigan bo'lsa nima bo'ladi? Bu $300 bo'ladi bir haftaga. Va siz agar mana shu tariqa stabil davom etadigan bo'lsangiz, FOMOga berilmasdan, shijoat qilib yoki nafsingizga ergashib, ko'zingizni ochliq qilmasdan turib, to'g'ri mana bu qoidalarga ko'ra ishlaydigan bo'lsangiz nima bo'ladi? Sizda bir haftada nima bo'ladi? 7 ta сделка bo'ladi va 5 tasi foydada bo'lsa, $130 dan bo'ladigan bo'lsa, bir oyda sizga nima bo'ladi? $520 bo'ladi. Va bu taqriban depozitingizga bir oyda 12% ni olib kiradi. Va mana bu professional treyderlarning ham daromadi shu. Ba'zilari 10%, ba'zilari 8% ishlaydi. Oylik ular ba'zilari 18-20% gacha ishlashligi mumkin. Bozorga qarab. Agar siz $10,000 bilan mana bu stabil daromad qilsangiz va $10,000 ga 12% olib keladigan bo'lsangiz, u sizga $1,200 olib keladi agar depozitingiz $10,000 bo'lsa. Agar depozitingiz $100,000 bo'ladigan bo'lsa va uni to'g'ri istifoda qilsangiz nima bo'ladi? Sizni nimangiz oylik $12,000 bo'ladi. $12,000 bo'ladi. Ha yo'q, siz agar bir yerdan signal keldi, bularga amal qilmadingiz, ya bu nima dedingiz? Ko'zingizga chiroyli ko'rindi va siz bitta bozorga kirdingiz, 40% deyapti. Zarari 20% deyapti. Full kiraman. Bitta 40% bo'lsa, $3,000, $4,000 foyda qilaman yoki $1,000 foyda qilaman va uni nima qilaman? Bir oy yeb yotaman, bozorga qaramayman deysizda, kirasiz. Ya'ni bozorga hech kim kafolat bermaganligi uchun nima bo'ladi? Bozor bitta stopingizni oladi. Stopingizni oladi 15-20% yoki stopsiz bo'lsangiz 20%, 30% tushib ketadi. Va shu bilan bu coin faqat down trendda ketadigan bo'lsa, faqat tamoman butun depozitingizni yo'qotib, birodar chiqaymi, aka chiqaymi, kiraymi, sotaymi, nima qilay deyishlikni boshlaysiz. Shuning uchun nima qilishlik kerak? Shuning uchun risk menejmentga to'g'ri amal qilishlik kerak. Siz haftada mana bu strategiyani ishlatsangiz, bu illo bunday bo'lishligi shart emas. Siz buni 5 ga bo'lishligingiz mumkin. Siz depozitingiz kamroq bo'lsa, siz $1 ishlang, lekin nima qiling? Stabil o'zingizni riskingizni kontrol qiling. Ya'ni o'zingizni riskingizni o'zingiz boshqaring. Bozor sizni boshqarmasin. Ya'ni siz mana bu yo'qotishlikni boshqarishligingiz uchun nima qilishligingiz kerak? Mana bu narsaga amal qilishligingiz kerak. Bo'lmasa bitta stop yesangiz full kirib nima qiladi? Sizni depozitingizda katta zarar qilishligi mumkin. Va mana shu bilan suhbatimizni yakun yasaymiz. Biz bilan qoling, albatta bundan keyingi videolarimiz mana shunday foydali videolar bo'ladi. Assalomu alaykum.